ish. Jannatda eshigini ushlaymiz u, ruchkasini inshaalloh. Halqami, ruchkami ushlaganimiz ish o'shanda tugaydi ekan. Siz bilan mendan zo'ri ham tugatolmagan ishni. Tugamaydi bu. O'lsa ham tugamaydi. Nabarot ishni haqiqiysi o'lgandan keyin boshlanadi. Hatto hayotga javob berish kerak, qilgan ishlarga javob berish kerak, u problema aqida. Ish gap qisqasi jannatda eshigi tushalganda endi ish tugaydi. Nima demoqchiman? Ish tugamaydi ekan. Unga bori, to'y, futbol, oshnalar bilan o'tirish, ish, panonim bor, pukunim bor. Ota-ona uyda o'zi yakka o'tiradi, qarigan, 50, 60, 70 yashar. U bizni ikkita nonimizga emas, mehrimizga zor bo'ladi. Mana endi tushunyapsizlar hozir. Hanım tayyor toshlarini otar ravon bu dunyoda qadamdayin